Kensington hududi nega zombi ko'chasi deb ataladi? Kensington Filadelfiyada joylashgan bo'lib, u Amerikadagi eng katta opioid, ya'ni kuchli narkotik inqirozi markazlaridan biridir. Asosiy sabab fentanil. Fentanil o'zi nima? U juda kuchli sun'iy opioid, morfindan 50 marotaba kuchli. Juda tez qaramlik chaqiradi, mushaklarni bo'shashtiradi va odamni egilib qolgan holatga keltiradi. Shuning uchun odamlar egilib turadi, sekin harakat qiladi, xushsizdek ko'rinadi. Nega aynan Kensington? Bunga bir nechta sabab bor. Tarixiy kambag'allik. Oldin bu hudud zavodlar o'rta sinf mahallasi edi. Zavodlar yopilgach, ish o'rinlari yo'qoldi, qashshoqlik oshdi. Giyohvand moddalar bozori. Yillar davomida u yer ochiq narkotik savdosi joyiga aylangan. Sotuvchilar va qaram odamlar shu yerga yig'ilgan. Arzon uy-joy va boshpanasizlar. Ko'p homeless, ya'ni uysiz odamlar, ruhiy muammosi bor insonlar shu hududga kelib qolgan. Sog'liq muammolari, ruhiy bosim. Ko'p odamlar jarohatdan keyin og'riq dorilardan boshlab, keyin kuchli opioidlarga o'tib ketgan. Bu esa Amerika Qo'shma Shtatlarining eng katta milliy muammosi.